ko'hna obidalar, buyuk tarix, sharqona nafosat va betakror ta'm sizni afsonaviy Xivaga chorlaydi. Joriy yil 7, 8 va 9 avgust kunlari Xiva shahrida unutilmas bayram, milliy qadriyatlar, gastronomik madaniyat va san'atni birlashtiruvchi Qovun sayli festivali, Xorazmning mashhur xushbo'y va shirin qobullari namoyishi, milliy taomlar, xalq hunarmandchiligi, an'anaviy ko'rgazmalar, rang-barang sayllar, teatrlashtirilgan chiqishlar, milliy kuy va raqslar. Festivalning ochilish va yopilish marosimlarida 7 avgust Gulsanam Mamazoitova, Yulduz Turdiyeva, Xulkar Abdullayeva, G'ulomjon Yoqubov, G'ofirjon va G'ulomjon Eshjonovlar, Og'abek Sobirov va Xorazm yulduzlari. 8 avgust DJ Makarella, Maxim. 9 avgust Botir Qodirov, Ziyoda Qobulova, Farhod Davletov, G'ofirjon va G'ulomjon Eshjonovlar, Og'abek Sobirov va Xorazm yulduzlari. Tadbirni Davron Qabulov va Husnora Shodiyevalar olib borishadi. Qaynoq yozning eng yorqin bayramini biz bilan kutib oling.